Assalomu alaykum. Bu Orol ovozi, siz bilan Solijon Abdurahmonov. Ertaga sud Abdurahmon Tashanovni kim va nimada ayblayapti? 9-qism. Ko'pchiligingiz bilasiz, Inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanovni fuqarolik ishlari bo'yicha sudga berishgani va sud 23-mayda yakun topgani haqidagi xabarlarni. Shunday ekan, mana oradan 1-2 kun o'tib, men yana ertaga sud deb sarlavha qo'yyapman, chunki bu o'ziga xos bir majoziy ma'noda. Sudning qarori ham qiziquvchilarga allaqachon ma'lum deb o'ylayman. Ya'ni Toshkent davlat yuridika universitetining 2 domlasi Abdurahmon Tashanovni o'zlarining sha'niga bir putur yetkazganligi borasida fuqarolik sudiga berishgan va sud o'sha qarorida Abdurahmon Tashanovni aybdor deb topib 50 million so'm jarima to'lashga majburladi va yana shu bilan birgalikda o'sha postini, bu post 28 fevral 2025 yili ijtimoiy tarmoqlarda qo'yilgan. Sizga achinaman janoblar sarlavhasida shu postni o'chirish va raddiya berish, shu bilan birgalikda yana sud ham pochta xarajatlarini ham to'lashni Tashanovga yuklagan. Bu borada men oldin 8 ta video chiqish qildim aynan shu muammo xususida, chunki o'zining ijtimoiy, agar ta'bir joiz bo'lsa aytish mumkinki, siyosiy ahamiyatidan ham bu sud protsessi juda muhim edi. Shu nuqtai nazardan men 2 domlaning chiqishlarini, bu endi bilasiz, yuridik fanlari doktori dotsent Razzoq Altiyev ham yuridik fanlari doktori professor Otabek Narziyevlarning chiqishlari. Ularni men o'zimcha tahlil qilib, ikkalasiga endi ancha-muncha fikr mulohazalarimni aytdim. Bu endi shaxsiy fikrlar albatta. Bunga bu o'rtoqlar biron e'tiroz qilib boshqa muloqot qilaman desa yoki bo'lmasa efirga chiqarmaslik sharti bilan ham o'zaro suhbat qilishni men juda qo'llayman. Chunki biz qarama-qarshilikni izlashimiz emas, balki yuzaga kelgan qarama-qarshiliklar asosida yaqinlashuv, ya'ni fikrlar yaqinlashuvi ustida ishlashimiz kerak. Nima uchun? Chunki 2 domla ham O'zbekistonning ertangi kuni yaxshi bo'lishini bugungidan, fuqarolarimizning yuridik huquq tushunchalari yana ham kuchayishi borasida tashvish qiladi va qolaversa u 2 domlaning qarashi bo'yicha huquq himoyachisi, endi birinchi raqamli deb gapirganman men bir necha marta, ya'ni O'zbekistondagi eng taniqli tashkilotning taniqli raisi Abdurahmon Tashanov ham albatta O'zbekistonda inson huquqlari ustuvorligi, demak O'zbekiston xalqining ertangi kuni yaxshi bo'lishini istayapti va shu borada ish qilyapti. Demak, 2 domla ham shu bo'yicha ishlayotgan bo'lsa, Tashanov ham shu bo'yicha ishlayotgan bo'lsa, bu qarama-qarshilik, tushunmovchilik va yana men uning psixologik jihatlariga bir to'xtalmoqchi emasman, chunki ko'p gap bo'lib ketadi. Har holda sudga bormasligi kerak edi. Bu borada ham ko'p gapirish mumkin, chunki men bir necha qishloqlarni, ovullarni bilaman. Sudlashish uyat elga degan fikr aytilgan joylarini. Lekin ikkinchi bir tomonlar aytadiki, sudlashish bu demokratiyaning bir o'ziga xos ko'rinishi deb. Men bunga e'tiroz sifatida o'rtoqlar bilan suhbatlarda ham aytganman. Bu eng oxirgi chora bo'ladi deb turib, ya'ni bizning ojizligimizdan
bizning jiddiy hayotiy insoniy kamchiliklarimizdan sud huquq idoralari yuzaga kelgan deb men hozir ham shu fikrdaman va bu fikrga hech kim bunday aytganda e'tiroz ham qilmaydi, ammo hayot shundayki biz majburimiz mana shu sud huquq idoralariga, ammo hech kim bizni sudga murojaat qilishga majbur qila olmaydi, bu shaxsiy ixtiyor. Shunday ekan men o'sha 8 ta video chiqishimda aynan shu mavzuda, ya'ni ertaga sud Tashanovni masalasida shularni atroflicha o'zimcha bir muhokama qilib gapirdim. Albatta bo'lgan ba'zi o'rtoqlar nimaga shu ikkita domlani shunday tahlil qilyapti deb ham albatta suhbatlar qilishadi. Uni bir qancha o'rtoqlar ko'rishgan. Men shuning uchun bir boshqacha tushunchalar paydo bo'lmasligi uchun shu hali Abdurahmon Tashanovning chiqishini ham mana shunday o'ziga xos bir tahlil qilib chiqish qilaman deganman. Mana bugun endi sud yakun topdi va buni endi sudgacha yakunigacha qoldirmoqchi emas edim. Lekin boshqa ishlar o'rtaga chiqib qolganidan keyin mana shunday bir holat bo'ldiki, sud o'zining qarorini eshittirdi, yuqorida eshitganingiz qarorini. Endi yana mening o'ylanganim va o'sha yakuniy video chiqishni o'shandan keyin tez qilmaganim, mana bu 5-mayda edi, 8-oxirgisi, oradan mana 20 kun o'tdi. Shungacha qilmaganligimda biron bir yarashish tomonlarini kimlardir taklif qiladi albatta. Qancha gap so'zlar bo'ladi, chunki ikki tomon ham taniqli insonlar va biron bir murosaga keladigan imkoni yo'qmi ekan deya o'zimga o'zim savol berdim. Buni endi boshqa birovlar bilan gaplashmaganman, maslahat ham qilmadim, chunki uni men tashqarida turib biron bir baholashim juda og'ir. Ammo ming afsuski bu yarashish asoslarini yoki topishmadimi, yoki topish istagi bo'lmadimi, yoki biz jamiyatda hali o'zbek jamiyati bunday pog'onaga ko'tarila olmayapmizmi, bular ham menga qorong'u. Chunki men o'sha ikkita domlani ham butunlay tanimayman, faqat o'sha chiqishini ko'rdim va agar men Toshkentda bo'lganimda albatta bitta o'rtoqqa bir gaplashganda bugun aytganman. Men albatta u kishilar bilan uchrashgan bo'lardim, shu takliflarimni aytardim deb. Albatta mendan boshqa ham qancha o'rtoqlar u kishilarga takliflarini aytgan, lekin mana bilyapmizki endi o'tib ketdi bu narsa, endi juda ham o'tib ketdi. Endi murosa qilishda iloji yo'q deb javob berganligi ko'rinib turibdi, chunki sud o'sha qarorini e'lon qildi. Chunki bilasiz, bunday ishlarda ariza bergan tomon o'z arizasini istagan paytda qaytib olishi mumkin, sud qarorigacha istagan paytda. Shu nuqtai nazardan yarashtirish emas, aslida balki o'zaro tushunish tomon harakat. Ya'ni ikki tomonni o'zaro tushunish deganda men bu yerda Abdurahmon Tashanovni ham ikkita domlani nazarda tutyapman. O'zaro tushunish tomon harakat ming afsuski juda sust bo'ldi deb hisoblayman, chunki bu yarashish bilan emas, balki sud qarori bilan tugallangan. Endi men oldingi o'rganayotgan holatlarimda yana bir ko'rdimki, da'vo arizasi ikkita domlaning yozilgan arizani sanasi yo'q. Sanasi ko'rsatilmagan o'sha arizani. Men endi odatda biron chiqish qiladigan bo'lsam, o'shanga aloqador hujjatlarni iloji boricha so'rab olaman turli joylardan. Chunki fikr qilish uchun konkret bir ko'rinib turgan narsa bo'lmasa, siz umumiy gaplar bilan chegaralanib bo'lmaydi. Bu umumiy gaplarni biz bir dunyoda eng ko'p gapiradigan o'zbeklar bo'lsa kerak deyman. Shuning uchun men da'vo arizasini matnini ham o'sha ijtimoiy tarmoqlardan ko'rsam, o'sha sanasi yo'q. Sanasi nima uchun ikkita katta domla yuridika universitetini doktorlari sanani qo'ymay ariza beryapti?
ariza beryapti. Buni endi ular juda yaxshi bilishadi. Ming afsuski, bu yerda men endi u kishilar haqida bu oxirgi chiqishimda gapirish istagim yo'q edi, rejam ham yo'q edi, ammo hozir aytib ketishga o'zimda majburiyat sezyapman. Shu sanani qo'ymasligi bu o'sha manipulyatsiya qilish imkonini o'zlarida qoldirish. Sud idoralarida biz buni inson huquqlari himoyachisi sifatida men ham juda ko'plab uchratganman. Ming afsuski, bu narsa haligacha ham o'zining yashayuvchanligini saqlab qolyapti. Agar buni masalan sud idorasining biror mutasaddisi bu sana qo'yilmaganining sababi bunday deb izoh bersa, men albatta buni oral ovozda qo'yib yayinlayman. Yana sudga qachon topshirilganligi ham aynan o'sha ko'rsatilmagan. Bu narsalar bo'yicha albatta fuqarolarimizning o'ziga xos bir yuridik tushunchalari shakllanib borishi uchun umuman o'sha o'zanni nazorat qilib turish kerak. Hokimiyat. Bu bevosita hokimiyatning ishi. Chunki kimdir uni berayotgan paytda bu maqsadlar bo'lishi mumkin, boshqa sabablar bizga qorong'u yoki unutilib qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun hokimiyat bu narsalarga o'ta diqqat qilib turish kerak. Ming afsuski, mana shu eng bir dolzarb bo'lgan, shu kunning eng ko'p gap so'ziga bir loyiq ko'rilib qolgan mana shu ish, ya'ni Tashanov ishi, bunda qachon topshirilganligi ham ko'rsatilmagan. Albatta uni sanasini sud qayd qildi, ammo buni fuqarolar ham bilib turishi kerak bo'ladi. Yana shu bilan birgalikda men mana shu Tashanovni chiqishiga ham to'xtalaman deganimda, bitta ajoyib xalqda bir maqoli bor. Ivan moy drug, no istina doroje deydi. Ya'ni buni ruscha aytyapman men, buni rus xalqiga tegishli demoqchi emasman. Boshqa xalqlarda ham bor bunday maqollar. Ya'ni Ivan mening do'stim, lekin haqiqat undan qadrliroq deb. Men o'zim ham inson huquqlari himoyachisi, masalan, mana inson huquqlari xalqaro jamiyatini shaxs huquqlarini himoya qilish O'zbekiston qo'mitasining a'zosi sifatida Tashanov ezgulik jamiyatini raisi sifatida biz bu narsalarni zarur bo'lsa muloqot qilib turamiz. Ammo hozirgi aytgan maqolamdagidek Abdurahmon Tashanov menga do'st bo'lgani bilan, lekin adolatlilik hissi bundan yuqori bo'lib turishi kerak. Xuddi shuning uchun ham bu Tashanovning o'sha chiqishiga ham to'xtalishning asosiy sabablaridan birisi shu. Yana bir jihati, men bundan 10 yillar oldin, keyinchalik 6-7 yillar oldin ham bir-iki endi yigitlar deymiz, chunki men yoshim ancha joyga borgandan keyin pensioner bo'lib qolganlarni ham yigitlar deb gapirishni negadir o'zim bir ma'qul ko'raman-da. Bir joyda o'tirib qolganmiz, bir 3 ta professor, fan doktori, yana bir 2 ta bir tegishli joyda yigitlari, men shu hangamalashib o'tirib aytdimki, bir muammolarni gaplashganimizda, u yerda endi ruscha ketyapti gap, ya'ni professора сами по себе, власть сама по себе, народ сам по себе живут degandim-da. Dedim men, endi u yerda begona men faqat, ular bir-biriga tanish insonlar 5tasi ham. U kishilar endi e'tiroz qilishmadi har holda, chunki bu gaplarni endi ular u yoki bu ko'rinishda albatta eshitgan. Endi nima uchun men buni eslayapman? Chunki mana shu 2 ta domla, bittasi dotsent, ikkinchisi professor. Ular endi sami по себе yashashdan, mana shu vakuumdan chiqishga harakat qildilar va ma'lum darajada chiqishdi. Ya'ni sudga murojaat qilishi bilan va eng muhim bo'lgan holatda va muhim narsani, yana muhim bir shaxsga nisbatan Abdurahmon Tashanovga. Demak, bu nimani bildiradi? Bu jamiyatning baribir rivojlanish yo'lida ketayotganligini bildiradi. Albatta bu yerda Tashanovning bu professorlarga shunday bir ko'rsatmalar
bo'lgan degan fikrlari bor. Hozir men endi uni o'qib ozgina to'xtalaman. Ammo mana shu ikkita domla bu pul uchun emasligini, balki biz buni yutsak itlarga tarqatamiz deb gapirganmi yoki yozganmi, buni ko'p kommentlarda ko'rdim men, o'shaning uchun keltiryapman. Ya'ni bizga bu pul uchun emas degani. Har holda buni tushunaman va men shu yerda bitta misol esimga tushyapti. Bitta mashhur odam o'zini katta kutubxonasini konfiskatsiya emas, vaqtincha olib qo'yadi, chunki sud jarayoni ketyapti. Konfiskatsiya bo'ladi keyin. Konfiskatsiya bo'ladi, juda muhim va katta kutubxona. Uni keyin auksionga qo'yishganida bitta inson uni 1 rubl ortiqcha to'lab o'sha kutubxonani yutib oladi va o'sha oldingi egasiga qaytaradi. Buni endi ko'p o'rtoqlar biladi, bu Sovet davrining bilan bog'liq bo'lgan bir voqea. Men qayerda kim ekanini aytib o'tirishim shart emas, juda yaxshi bilaman. 1 rubl bilan ortiqcha to'lab yutib va egasiga qaytaradi. Endi bu yerda bu kishilar ham, ya'ni ikkita domla ham bu pul uchun emas, biz yutsak o'sha itlarga tarqatamiz degani endi har holda ancha bir jahl ustida aytilganday tuyulyapti, lekin men bu yerda jahlni baribir ko'rmayman. Har holda nima deganda ham boshqacharoq izohlasa ham bo'lardi, boshqacharoq izohlasa ham. Xullas, bu ish shunday rezonans oldiki, yana taniqli jurnalist, bu ishlagan taniqli insonlar, blogerlar Tashanovning o'sha 28 fevralda yozgan postida o'sha sudga asos bo'lgan da'vogarlarda ism familiyalari atalmagan deb chiqishlar qilishyapti-da, ya'ni ikkita domlani ism familiyalari ko'rsatilmagan, adres yo'q. Shunday bo'lsa ham ular shunday ariza yozibdi deb chiqishlar qilishyapti videolarda. Taniqli insonlar. Men endi o'ylanib qoldim, o'sha maqolani o'qib ko'rmagan, demak postni o'qib ko'rmagan yoki diqqat qilmagan yoki unutib yuborgan yoki nima bo'lsa ham ketaveradi o'zbek auditoriyaga deb gapiryaptimi bilmadim har holda, lekin Tashanov o'zining chiqishida, o'sha 28 fevral chiqishida postida konkret ism familiyalari ko'rsatilgan bu domlalarning. Shuning uchun o'rtoqlar ham mana shunday yo'q, ko'rsatilmagan deb chiqish qilganlar bu xabarni har holda eshitishar va o'zlari izoh berish kerak. Biz diqqat qilmabmiz, yanglishibmiz deb, lekin bizda jamiyatda uni hech kim so'rab o'tirmaydi. Kim nima gapirsa odatda ketaveradi, O'zbekistonga hammasi o'taveradi deganday bir o'rtoqlarni. Yana bittasi taniqli inson domlalarning deydi yuridika fakultetiga o'qishga qanday kirganligini, ilmiy unvonlarni qanday himoya qilib olganliklarini ham tekshirish kerak deya chaqiriq qiladi. Bu endi ochig'ini aytish kerak, juda ham o'rnida emas gaplar, chunki bir paytlar juda mashhur inson, endi bu ham ittifoq paytidagi gap, bu katta yig'ilishda bir kamchiliklarni gapirayotgan odamga aytyaptiki, sen deydi birovning ko'zidagi bir kichkinagina tushgan sarinka, ya'ni bir mayda parcha narsani ko'ryapsan, o'zingning ko'zingdagi katta yog'och g'o'lani ko'rmaysan deydi-da. Juda katta inson, buni Sovet davridagi o'rtoqlarning ko'plari bilishadi. Men bu fikrni o'sha eshitib o'tiribmiz, televizorda to'g'ridan to'g'ri beryapti. Bunday gapirish mumkin emas, это же нехорошо deganman-da. Chunki biz kamchilikda aytganda oldin o'zimda shundan kamroqmi deb qarab turib, o'zimizda ko'proq bo'lsa, aybdor bo'lsak, ikkinchi birovning kamchiligini aytmay turishimiz kerakmi? Yo'q. Biz o'zaro fikrlashishimiz kerak. O'zaro, ya'ni u kishilar bizni kamchiligimizni aytsin, o'ylanib fikrlashamiz. Biz uning kamchiliklarini aytamiz va shu orqali biz yagona maqsad yo'lida harakat qila olamiz. Bu yerda meni yana esimga tushgani, bir o'qituvchilar xonasida ilmiy bo'lim mudiri, bir tasodifan borib qolganman bir maktabga. O'qituvchilar xonasida faqat ikkita odam, bittasi ilmiy bo'lim mudiri, bittasi o'qituvchi.
men o'sha kirib salomlashyapman, mana deydi, o'sha ilmiy bo'lim mudiri o'qituvchini koyiyapti-da, seni deydi soatlaring mana qancha qoldirgansan, axir shuncha qaramaysanmi, u bu desa, u o'qituvchi aytadi, men boshqalarni qoldirgan soatlarni hisoblab yuribman va o'zim qoldirgan soatlarni ularnikidan o'tib ketmasin deb doim kuzatib boraman. Shuning uchun men ulardan, ya'ni konkret ism familiyalar aytayotgani yo'q, ulardan ko'p qoldirayotganim yo'q deydi. Endi biz bunday hisob-kitob qilishimiz o'rinlimi? Ya'ni ikkita domla Tashanovni mana shunday bir holatga tushishigachaga kutib yurgan ekanda degan fikr kelyapti-da, mana shuni izohlayapman men. Demak, kutib yurgan ekanda, ular oldindan ham bilar ekanda, lekin bu pishsin, mana shunday bo'lib kelgan paytda biz shu zarbani qilamiz deb kutayotgan ekanda degan afsuski mantiqiy xulosaga kelinadi. Biz unday bo'lmasligimiz kerak. Biz ko'rgan kamchiligimizni yoki o'zimiz kamchilik deb hisoblagan narsani o'sha vaqtda samimiy ayta olishga o'rganishimiz kerak. Buni ta'kidlayotganim Tashanovning o'sha Toshkent, mana bu yerda endi xatga qaytadigan bo'lsak, Toshkent davlat yuridika universitetini bu post, Tashanovning o'sha posti 28 fevraldagi sudga asos bo'lgan deyish mumkin. Domlalar universitetining bir qator domlalariga mening sud huquq tizimida uchrayotgan muammolar xususida chiqishlarimga raddiyalar bildirish bo'yicha topshiriq bo'libdi. Shu paytgacha biror chiqishimga munosabat bildirmagan dotsent-u professorlarning munosabatlari potrab chiqib qoldi, deydi Tashanov. Endi buni e'tirozga uchratmadim bunga domlalar tomonidan. E'tirozni uchratmadim. Yana buning ustiga buni ta'kidlayotganim mana taniqli jurnalist Ilyos Safarov ham bugun ijtimoiy tarmoqda o'sha domlalarning birisi menga oldin qo'ng'iroq qilib, mana shunday chiqish qilasiz deyotganligini aytgan edi deb post qo'yibdi. Bu ham juda muhim bir nuqta. Endi bu yerda domlalarni to'g'ridan to'g'ri chiqishida ayblab bo'lmaydi, chunki kimdir chiqish qilish kerak edi, bu domlalarda chekiga tushgan ekan, uni endi kimdir buyurtma qildimi yo'qmi, u ikkinchi, uchinchi darajadagi gaplar. Ammo bu ham aniqlanishi kerak bo'lgan holat, chunki Ilyos Safarov mana bugun o'sha postini qo'yyapti, menga qo'ng'iroq qildi deb. Demak, haqiqatda ham shundaymi? Qo'ng'iroq qilinganmi? Buni telefonlarda bemalol tekshirib ko'rish mumkin. Hokimiyat bunga albatta topshiriq berish kerak bo'ladi, oydinlashtirib. Buning bilan bu tomon yengib qoldi, bu yengani meniki deb xo'roz urishtirishga aylantirmasligimiz kerak bo'ladi. Ammo biz prinsipial muzokaralar qilish, prinsipial tortishish, prinsipial qonunlar qilishga va shu qonunlarni prinsipial hayotga tatbiq qilishga ming afsuski hali juda o'rgana olmayapmiz. Shuning uchun ham bu da'vo, ya'ni o'shanday aytilgan ekan degan da'vo o'rganilishi kerak. Endi bu yerda Tashanov eshitishimcha deb aytyapti. U tasdiqlayotgani yo'q xuddi shunday deb. Chunki ko'chada kimdir aytsa, darrov tarqab ketadi bunday gaplar. Tarqab ketadi. Shuning uchun bu yerda to'g'ridan to'g'ri Tashanovni ayblash o'rinsiz bo'ladi. Chunki har qanday eshitilgan gapni, fikrni o'rtaga tashlash bu tartib buzilishi emas. Unga boshqa fikr aytiladi. Endi bu yerda Tashanovning o'sha Jizzaxdagi bank xodimasini nomiga kredit, bu xodimasi o'zgalar nomiga kreditlar rasmiylashtirib, o'zlashtirib ketgani haqida TVga lavha tayyorlagan, o'sha bank xodimasining qing'irligi ortida uning Oliy sud sudyasi bo'lgan eri turgani, uning plastik kartasidan kredit so'ndirilgani haqida yozdim deydi. Ya'ni men buni nimaga jurnalist sifatida tahlil qilmoqchiman. Bank xodimining qing'irligi ortida Oliy sud sudyasi bo'lgan eri turgani.
buni bir-ikki o'rtoqlar bilan ham fikrlashganmiz, chunki u plastik kartochkani erini masalan u olavermaydi-yu doim o'ziga juda zarur nima demasdan uni. Shu ayolining qo'lida bo'lsa, ayoli shunday o'tiravergandir, bilmagan bo'lishi mumkin. Eri masalanda. Lekin endi ba'zi o'rtoqlar qayoqdan bilmaydi deysiz, u yerda necha millionlab so'mlar, Solijon og'asi nima deyapsiz deb da'vo qiladi. Ammo huquq nuqtai nazaridan biz konkret faktlarga asoslanib fikr qilmog'imiz kerak bo'ladi. Shuning uchun bu jumlada albatta Tashanov ma'lum darajadagi noaniqlikni yuborgan. Chunki bu jumla o'sha plastik kartasidan o'tgan miqdorini so'rasa ham sir bo'lmaydi odatda miqdorlarni. Kimga ekanligi endi boshqa gap bu, lekin bu huquq idoralariga borgandan keyin ham sir holatini yo'qotadi u sir holatini. Mana shunday holatda o'sha plastik kartasidan o'tkazilganligini Oliy sudning sudyasi bo'lgan eri biladimi, yo'qmi, bizga qorong'i deb shakllantirganda bu maqsadga muvofiq bo'lar edi. Albatta Tashanov endi bu joyda ancha charchaganlikdan boshqa sabablar bilan e'tiborsiz qoldirgan deb hisoblayman men o'zim. Bank xodimiga bu yerda jinoyat ishi qo'zg'atilgan, eriga xizmat tekshiruvi tayinlanibdi, lekin uning natijasi ham ijtimoiy tarmoqlarda men uchratmadim har holda. Chiqqan bo'lsa uni shunchalik keng tarqatish kerakki, odamlar bilsin xulosani. Tekshiruv tayinlangan bo'lsa, endi lekin biz ichimizdan o'zimizcha xulosa qilamiz, tekshiruv u bu tekshiradi-da, keyin u aybdor emas deb topib qo'yishadi bir bahonalarni qilib deb xulosa qilamiz odatda. Lekin bu xulosa endi juda ham o'rinsiz xulosa bo'ladi. Hech narsaga asoslanmagan, faktlarga asoslanmagan, oldingi o'zimizning bunday aytganda og'zimizni kuydirib endi qatiqni ham puflab ichadigan holatdagi gaplarimiz. Biz bundan iloji boricha ertaroq qutulishimiz kerak bunday fikrlash qilishlaridan. Shuning uchun Oliy sud bu bo'yicha komissiya qilgan. Albatta Oliy sudda raisi bo'lsa komissiya ham ulardan bo'ladi-da. Bu bo'yicha albatta Oliy sud matbuot xizmati chiqish qilgandir, lekin menga uchramadi. Buni shunday ko'p tarqatish kerakki, bir necha martalab ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalar qilish kerak va biz shundan keyingina gap bunday ekan deb qo'yamiz. Albatta men endi bu yerda o'zimcha tasavvur qilaman, Oliy sudda sudyasini o'sha so'raydi u komissiya tayinlangan. Nimaga shunday bo'ldi? Nimaga sizni kartochkangizdan bu so'ndirildi o'sha millionlab so'mlar deganida, shunaqa men endi ayolim bir nimaga zarur degan edi, o'shanga bergan edim deb tushuntirish beradi-da. Tushuntirish beradi. Men endi bu yerda birinchi yalq qilib keladigan fikr yo'q, u biladi, bilgan degan fikrlar o'nlab, yuzlab, minglab odamlarimizda yo'q. Bu fikrlar faktga asoslangan emas. Shuning uchun fuqarolarimizga o'sha sudyaning izohlarini ham albatta aytish kerak. Bu hech qanaqa davlat siri yo boshqa narsa yo'q. Bu fikrlarning yaqinlashishi va tomonlarning yaqinlashishiga xizmat qiladi. Endi bu notavonlar deb yozadi Tashanov yana. Endi bu notavonlar Ruxsoraning o'zini bank xodimasining shaxsiy sirini ochdi deb sudlashmoqda. Notavonlar deb endi bu yerda o'sha huquq idoralarining nimalarini aytyapti. Har holda bu so'z ham Tashanovga yarashmaydi, notavonlar deyishi. Chunki jurnalist sifatida u juda yaxshi biladi bu so'zlarning vazni qancha, bunday aytganda razmeri qancha degan ma'noda. Yana Tashanov davom qiladi fikrini. Dotsent Alteyev bu masalada nega shaytonlayotganini umuman tushunmadim. Endi shaytonlayotganini deganda bizning Mang'it tomonlarda Xorazm shevasini Mang'it jabhasida bu shaytonlayotgani degani ancha salbiy ma'noda ishlatiladigan ancha og'ir so'z. Bu yerda ham Tashanov bu so'zni ishlatmagani o'rinli bo'lardi, o'rinli. Chunki Alteyev mana shu bo'yichagi fikrlarini yozgan holatida har holda bu so'zdan ancha, bu so'z bilan ifodalanishdan ancha yiroqda.
Endi davom qiladi Otabek Narziyev, ya'ni professor, fan doktori Otabek Narziyev haqida davom qiladi Tashanov. Narziyev degan professorga ko'ra, biz marhum sudyaga tovon pulining berilmayotgani haqida mahkama ishi bo'yicha sudlarni tanqid qilib, bu mo'tabar sohaning el orasidagi obro'yiga soya solibmiz. Emishki, huquqshunoslar men kabi xaybchiga hushyor turishi kerak ekan. Endi bu yerda tanqid qilish albatta bu hayotning bir bo'lagi. Endi yana bu yerda biz domlaning o'sha xaybchi deb Abdurahmon Tashanovni aytganini men oldingi suhbatlarda keltirib o'tganman. Har holda Tashanov xaybchi emas, u birinchi raqamli inson huquqlari tashkilotining raisi. Shuning uchun domla ham bu yerda endi Tashanovni mana shunday bir qizishishga turtki bo'ldi o'zicha deb o'ylayman. Narziyev degan professorga ko'ra, biz marhum sudyaga tovon pulining berilmayotgani haqidagi mahkama ishi bo'yicha sudlarni tanqid qilib, bu mo'tabar sohaning el orasidagi obro'yiga soya solibmiz. Emishki, mana xaybchi deganini aytdim endi. Bu professor tushmagur shunchalik katta qovun tushirdiki, endi bu yerda ham bu so'z o'yini ochig'i bir o'rnida emas. Buni men ham jurnalist sifatida aytishim kerakki, bu professor tushmagur katta qovun tushirdiki, biz suddan talab qilgan tovon puli miqdorini sudlar faoliyatini ta'minlash departamenti da'vo qilayotganini ham bilmaydi. Buning unchalik ahamiyati yo'q. Departamentmi, boshqa joylar ham da'vo qilyaptimi? Chunki qonunda belgilangan holat kimlar da'vo qilishiga qaramasdan konkret turibdi. Qaror qanday bo'ladi, bu butunlay boshqa gap. Xullas, mana shu ishlar bo'yicha endi bu yerda yana ham ancha buncha gaplar bor. Bu men keyingi holatga qoldirishga majbur bo'lyapman, chunki mana yarim soat vaqt yana ham o'tdi. Shuning uchun diqqatlaringizga rahmat. Yana uchrashamiz. Rahmat.